Energiya tejamkorlik bu resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va aholiga sifatli xizmat ko'rsatish demakdir. Davlatimiz rahbarining 100-son qaroriga asosan har yili ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasi dasturlari doirasida issiqlik ta'minotini yaxshilashga ajratiladigan mablag'larning 10% energiya tejamkor uskunalarni o'rnatishga yo'naltiriladi. Belgilangan vazifalar doirasida issiqlik ta'minoti obyektlarida 14 ta ma'nan eskirgan qozon agregati zamonaviy qozonlarga almashtiriladi. 79 ta avtomatik chastota o'zgartiriladi. 28 ta kondensator qurilmasi, 18 ta nasos stansiyasi, 207 ta individual issiqlik punktlari o'rnatiladi. Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 70 milliard so'm mablag' yo'naltirishi rejalashtirilgan. Natijada issiqlik ta'minoti tizimlarining samaradorligi oshadi, energiya resurslaridan oqilona foydalaniladi hamda aholi uchun barqaror xizmatlar yo'lga qo'yiladi.